Odamlariga yomg'ir so'zi faqat rasmlardan tanish va u yerda hech qachon soyabon ochilmagan shaharni tasavvur qila olasizmi? Bugun sizni 400 yildan beri yomg'ir yog'maydigan shahar bilan tanishtirmoqchiman. Bu ilmiy fantastik romanning syujeti emas, balki Janubiy Amerikaning g'arbiy sohilidagi haqiqat. Chilidagi bu joyning nomi Iquique shahri. Olimlarning ta'kidlashicha, Iquique joylashgan Atacama cho'li mintaqasiga yiliga o'rtacha 2-5 millilitrdan ko'p bo'lmagan yomg'ir yog'adi. Turli manbalarga ko'ra, bu hududda oxirgi sezilarli yog'ingarchilik 1570-1600 yillar oralig'ida, ya'ni deyarli 450 yil oldin sodir bo'lgan. Shunga qaramay shahar yashaydi, nafas oladi va hatto sayyohlarni qabul qiladi. Iquique paradoksi uning joylashuvida. Bir tomondan u Tinch okeani qirg'og'ida joylashgan va qoida tariqasida u yerda namlik ko'p bo'lishi kerak. Biroq bunga havoning pastki qatlamlarini sovutadigan va yomg'irli bulutlarni hosil qilish uchun zarur bo'lgan iliq suvning bug'lanishiga to'sqinlik qiluvchi sovuq Peru oqimi to'sqinlik qiladi. Ustiga ustak shaharga yaqin turadigan Atacama cho'li mintaqani bir tomondan qurshab olgan Ant tog'lari Iquiqueni sharqdan esadigan nam shamollardan himoya qiladi. Cho'l shamollari aksincha havoni yanada quritadi. Yopiq davra. Okean namlikni ta'minlay olmaydi. Qit'a uni quritadi. Tog'lar esa chiqish yo'llarini to'sib qo'yadi. Yomg'irli bulut yaratishga bo'lgan har qanday urinish darhol issiq qum bilan o'chirilib qo'yiladi. Iquique kechalari hosil bo'ladigan Kamanchaka deb ataladigan tumanlar ortidan namlikni boshdan kechiradi. Bu tumanlar yomg'ir yog'dirmaydi, lekin ular suvni yig'ishni o'rgangan maxsus to'qimalarga ega mahalliy o'simliklar, sukulentlar va kaktuslarni namlik bilan ta'minlaydi. Chuchuk suv shaharga okeandan suzlantirish yo'li bilan olinishi yoki baland tog'li hududlardan tashilishi kerak. Shunday bo'lsa-da, bu yerdagi iqlim juda yumshoq. Yozda harorat +20, +22 daraja atrofida iliq, qishda esa +15 darajadan pastga tushmaydi. Yomg'irning umuman yo'qligiga qaramay, go'zal qirg'oq shahri rivojlangan infratuzilma va plyajlar bilan to'liq ta'minlangan. Manzara go'yo boshqa dunyoda bo'lganidek, bir tomonda Tinch okeani, ikkinchi tomonda cho'lning sariq qumlari. Suv abadiy qurg'oqchilik bilan uchrashadigan joy. Bu odamlarning hatto eng qattiq, qahrli sharoitlarga qanday moslasha olishi mumkinligi haqidagi haqiqiy yodgorlikdir.